Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı çaylardaki qarindaşlarım. Allah'ınki cennet selamı. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh degan salam hemmenlarga bolsun qadirli qarindaşlar. Bayatın biz 75. dersde Amerikalık yazgıcı Stephen Covey'nin Önümdar kişilerinin 7 adeti degan 7 xisletni aşı degan kitaptan 3. adet bolgan muhim işni başta qilish degan dersni 75. tadbiriyasin dersimizni birlikte ügünüp ötdük. Hazır ügündigimiz qadirli qarindaşlar yana aşı kitapninki men ötken hafta bu dersni qılanmagaçqa şoň bu qarzimni burchumni ado qilish uchun hazır 76. dersini önümdar kişilerinin 7 adeti The 7 Habits of Highly Effective People degan dersini birlikte ügün eyledim. Bu şunda qılgan çağda bugün şu 2 derste 3. adet muhim işni başta qilish degan dersini tamamen toluq ügegen bulumuz canım dostlarım. Ana olsa biz dersimizni başlı olaylı. Onunla ilgili ben bir avazni çınışap görey. Avazım kanda çıkıp oturdu. Kadirli qarindaşlar. Bu avaz yaxşı çıkıp oturdu. Bu dersi ügünüşteki maksat ne dese şu vaktini başkuruş. İş ünümünü yuqori kötürüş. Anda bolgan eken bunu haqida bir işning bir usuli buludu. Anda şoňlaşqa biz bu usulni öğrenip alsak inşallah hayatımız boyunca işte ünüm yaratıp gayemizge texmo asan yetäleymiz. Ya bolmasa muvaffaqiyet qazanalaymiz demekçi. Bunun okşaş kişisel gelişim dep koydu Türkçe. Yani kişilik terakkiyatga ait kitaplar nahayet köp. Ömrümüzde nurgun kitaplar okugan buluşumuz mümkün. Bularning içinde yapımlıklarının mukaddes kitabı halatı kelgen bir kitap var. Yani bir qancha kitap Dale Carnegie'ninki insan tabiatidagi ortiqchilik ve acizlik, qarang'ulik ve yo'ruqlik degan o'xshash. Onundan başqa yana nurgun kitaplar var. Mesela Qalb xaritasi degan kitaplar. Yani bu kitapta yazılışça ben Stephen Covey'nin bu kitabını önümdar kişilerin 7 adeti degan bu kitabını okugan keyin bunu kitabını okugan keyin Dale Carnegie'nin kitabiga xeyri xoş Allah'a emanet dedim degan manda sözlerimi bakendim düşün. Demisimi bunun da asaslıqı Adem aldı bilen işçiydin, haqiqiy ahlak, samimiyet bilen özgergen vaqtda onundan keyin muvaffaqiyat qazana alaydı degan mezmunlarni ko'proq ta'kidlabdi. Bunu yazgan adamı belki bir dingi işinadigan ya bir Hristiyan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir xil odam bo'lishi mumkin, lekin shu e'tiqodi insoniy qimmatlar to'g'riliq aytgan bu narsalar haqiqatan to'g'ri Qur'onga zid kelmaydi. Şu başka birlikte ügünüşünü layık gördük. Anda olsa dersimizni birlikte davamlaştıraylı qadirli qarindaşlar. Aldığınki saatte ügengimiz bu 3. mezmunda yani 3. adette aldığınki saat ügengen dersimizde mezmunlarının timesini bir qata o'qib o'tay. Mustaqillik iradesi önümlük başquruşning aldığınki şartı 4 evlat vaqt başquruş nazariyasının tədrici taraqqiyatı, uşaq işlağa baş beyginizni tutquzub qoymang, yaq deyələydiğən bulun, mükemmel vaqt başquruş nazariyası, başquruş usulunun 6 ölçümü digərlərini birlikte körəb ötdük. Endi muşu saatlik dersimizde 76. dersimizde qaysi mezmunlar bilan uçuşumayız degan vaqtda özünü idare qilishning 4 tane basqıçı. Emniyetin ötküzüş, 4. avlod
vaqt boshqarish usulining afzalligi, yuqori unumning siri huquq berish, mas'uliyat shaklidagi huquq berish, muhim ishni markaz qilgan tafakkur shakli, ondan keyin foydali ko'rsatmalar degan 7 dona mazmunni birlikda o'rganamiz, qadrli qarindoshlar. Muşunun oldidagi yozmamda men asosda kitobda chiqadigan grafiklarni, resimlarni, tushuntirishlarni, resimlarini birdan-bir elib, chaplab qo'ydim, qadrli qarindoshlar. Material sifatida foydalanishinglarni umid qilaman. O'zini idora qilishning 4 dona bosqichi. Gerçi asaslık işim yuqori unumlik prinsipal meseleler hakkında ders ötüş bolsunmu? Adette konkret yolga qo'yish planı üstüde to'xtalib ketmasammi? Lekin meningcha ishlarimizda prinsipni asas, ikkinchi turdagi ishlarni turmush markazi qilsak, ishlarimizda prinsipni asas, ikkinchi turlik ishni turmush markazi qiladisak, bir hafta ishidagi ishlarni konkret urunlaştırırsak, o halde bu bizden 4. evlat vaqt boshqarish usuli to'g'risidagi prinsipni ve onun gayet yushirin kuchini tushunib olishimizda nihoyat zo'r rol o'ynaydi. Qanday qilsak, ikkinchi turdagi ishlarni markaziy menimcha debdi, ishlarimizda prinsipni asas qilsak, ikkinchi turdagi ishlarni turmush markazi qila olsak, bir hafta ishidagi ishlarni konkret ulashtirib olsak, o holda bu bizning 4. avlod vaqt boshqarish usuli to'g'risidagi prinsipni ve onun g'oyat yushirin zo'r kuchini tushunib olishimizda zo'r rol o'ynaydi debdi. Vaqt boshqarish nima ekan desak, vaqt boshqarish degani vaqtni bunda tutib boshqarish emas, biz qilmoqchi bo'lgan ishlarni tartibga solib, ishlarni 4 turga ayirib olishgan, qadrli qarindoshlar. Bu kitobning turkchisi bor, Başaranların Yedi Alışkanlığı degan kitap. Onu tepib o'qib olsanglar, selishtirib ko'rsanglar bo'ladi, jinim do'stlar. İngilizcesine seviyem aşuray deganlar aslida The 7 Habits of Highly Effective People Audiobook Summary degan bir videonun linkini olamısınız birip koydum. Şunu tinşib alsanglarmı bo'ladi, jinim do'stlar. İkinci turdaki işlarni turmush markazi qilgan kun tartibni tövendeki 4 turlik qadam bosqich bo'yicha o'rinlashtirishga bo'ladi. Bayatimki vaqt boshqarish matrisasidagi ikkinchi turlik ish qaysida? Ustida muhim emas, ostida ciddi emas. Birinci turlik ish muhim, ciddi. İkinci turlik ish muhim emas, lekin ciddi ishlar. Demak, ikkinchi turdagi ishlar to'g'riliq to'xtalib o'tadi bu yerda. İkinci turdaki işlarni turmush markazi qilgan kun tartibni tuvandagi 4 turlik qadam bosqich bo'yicha o'rinlashtirishga bo'ladi. Rolni muqimlashtirish. Oldi bilan o'zingizning eng muhim rol salohiyatingizni yezib chiqing. Navada siz bu haqda texnicha tuzuk o'ylanmagan bo'lsangiz, endi o'ylanib yezib chiqsangizmi bo'ladi, kechikmaysiz, qadrli qarindishim. Bir tirik jon bo'lish sifatingiz bilan siz har xil rol, salohiyat bilan yashaysiz. Avval oiladagi o'rningizni yozsangizmi bo'ladi. Er yoki ayol, dadi yoki ona, o'g'il yoki qiz, bova, mama, tağa, hamma yoki bir nevru tuqqan degandek. Ondan keyin o'zingizning xizmatdagi rolingizni, o'zingiz vaqt va zehningizni sarf qilib davomlashtirmoqchi bo'layotgan ishni misol qilib yozsangizmi va yoki o'zingizning ma'lum tashkilot yoki jamiyatda o'ynaydigan rolingizni yozib chiqsangizmi bo'ladi. Savol: mening rolim zodi nima?
Men bu dunyoga nima ish qilish uchun keldim? Mening nima rolim, vazifam bor. Bak murakkabmi o'ylanamam. Ömürlük g'oya haqida o'ylangandek umumiyroq bo'lsa bo'laveradi. Ondan kelgusi bir hafta ishida o'ylaydigan rolingizni qiladigan ishlaringizni retlab chiqing. Men tuvanda o'xshamagan kesib sohaga oid rollar haqida ikki dona misol keltiray. Bu misolni meningki Facebook'umdan ko'rib olsanglar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Bu yerda toza aniq ko'ranmasa. A ve B depto iki türlük. A'da birinci yekke, ikinci cora ata-ana, yekke degen üzümüzün. İkinci cora ata-ana, üçüncü yeni mahsulat direktörü, dördüncü tatbikat direktörü, beşinci hizmetçilerin terbiyeleyici direktör, altıncı memuri başkurgucu, yedinci Birleşme Taşyol şirketinin reisi. Bir adamın 7 tane rolü varken A'da. B'da birinci yitilgen şahıs, ikinci cora, üçüncü ata ana, dördüncü öy mülk şirketi hadimi, beşinci mahalle mülazimetçisi, altıncısı simfoniya orkestrasının başkorgucusu. Nişan tanlaş, ikinci baskoç, nişan tanlaş. İkinci kademde keyinki bir haftalık planның her bir vazife üstünündeki siz kılmakçı olan bir iki mühim iş üstüde fikir yürgüzün. Hem de onu özünüzge nişan kılıp belgilen. 5'te 5. resimde karangdaptım, ben onu çıkarıp koydum. Bunun da mesela karısanlar bu işler doğruluk kılmakçı olan işlerini ayırıp kaptı. Biz bunu birlikte bir okup çıkaylı. Buruç kitapnamesini tayyorlash bu şahsiyda muhakim yığınıga tizimletish, doktorxonaga berip Frankini yo'qlash. İkinci türlük iş muzika kechiliginin biletini bekitib etish, o'g'lining fan-tadqiqot loyihasi, qizining velosipedi. Üçüncü türlük bazar tekshirish, yardımcı nomratlardan darqam sına qilish, iste'molchilarni tekshirish dokladini ko'rib chiqish. Yana bir ish oldingi qatimliq sinaq natijasini analiz qilish, munosabatlik masalalarni hal qilish, Coin ve Peter bilan to'rda aloqalashish. Ondan keyin Jenny bilan mas'uliyat to'g'risida muhokama elib berish. Samirning ayrıskilerini yoklaş. Onun bir iş aylık doklat, maaş tekşürüş doklatı. Onun için en ahırdakisi yığın gün tertibini tüzüş, konkilim bilen boğan urullaştırış, keler yıllık planını yol koyuş depti. Bu haftalık plandaki 19 tane mühim nişan bakın. Şu nişanlı hem de qandaq tərtib seliş doğruluq izlindikimiz qadirli qeyrimdaşlar. Bu kitapda taza yaxshi ko'rinmay qopti. Agar asli kitap bo'lgan bo'lsa, balkim texmi yaxshi ko'rinish ehtimoli yuqoridi qadirli qeyrimdaşlar. Bu sol tarafdagi, o'ng tarafdagi bu siziqchilar zodi nima? Shu to'g'riliq balkim yaxshi ma'lumotga ega bo'la olishimiz mumkindir. Kechiringlar, biraz qarab baqay. Ben kitapni yaxshi ko'rolmagachga bu sizib qo'ygan siziqchilar nima zodi bir uqib olayli. Balkim bu yerda yaxshi ko'rinishi mumkin jenim do'stlarim. Bu yerda yaxshi ko'rolmayotdi. İnşallah bunun İngilizcesi veya Türkçe kitaplar bo'lsa, shu yerdan yaxshi ko'rib olish ehtimolimiz yuqori. Endi nişan tanlash ikinci qadamda keyingi bir haftalık planning her bir vazifa stolundagi siz qilmoqchi bo'lgan bir ikki muhim ish ustida fikr yurgizing hamda onu
özünüzge nişan kılıp belgilen. Bu nişanlar içinde çukum ikinci türdeki işlerden bir neçesi bolsun. Hem de bu kısa mezgillik nişanınız Buruç kitabındaki uzak mezgillik nişanınızga mas bolsun. Buruç kitaplarınızda yazmagan bolsunuz mu? Toyğunuzga asasen her bir roldaki qaysı işlerden bir kadar mühim işkenligi hüküm kılın. Hem de her bir rolga qarata bir iki nişan turguzun. Sürat urullaştırış. Üçüncü kademde her bir türdeki nişan üçün icra vakti belgilen. Navada nişanınız üzünüzden şəxsi buruç kitapnamasını tüzüş bop qalsa, yakşembe gündeki demeliş vaxtıda 2 saat vaxtınızda ajratsınız, urunsuz bolmaz. Adette yakşembe günü tırnak işide itiqadınız, turmuş şekliniz, hizmet vaxtınızga asasen başka muvafık vaktini tanlısınız mı boludu. Yakşembe günü Hristiyanlar çirkavı vardı o. Şunu demekçi olsun gerek. Üzünüz hakkında oyunduğun ve üzünüzde müstekemleş planı. Haftalık planlama öz içine alıdı. Üzünüz hakkında oyunduğun ve üzünüzde müstekemleş planı tüzüldüğün kömüldeki vakit. Çünkü bu çağda siz fikir yürgüzüldüğün, hatalıkınız hakkında oyunduğun, üzünüz hakkında izlenildiğin hem türlük prinsip ve kıymet qarashlar asasida öz turmuşunuzga baha yazılgan yeterlik vaqtga erişalaysiz. Qaysi vaqti bu? Yakshanba gününü demekçi. Türkiye'de ma qarab baqsanglar, yakshanba günü hemmeyen taqib etidi. Fakat AVM alışveriş merkezi deb qo'ydi. Aşındaq çoğ soda saraylarını içib etidi. Qolgan hamma dükkanlar asasen itik. Nimishqa Yakşembe günü ben ailemde ajrattım. Ailemdekiler bilen birge ötküzümen nahayet menilik bir gün ötküzümen deydi. Ya olmasa baradigan dersleri var. Ya olmasa kılıdığan başka mühim hayırlık işleri var, teşkilatları var diyendek şu çağlarda kılıdı asasen bu işlerini. Eğer siz çeniqish arkalık beden süpütünüzü yaxşılaşını özünüzge nişan qilgan bolsanız, haftada 3-4 gün, günlük 1 saat çalışsınız mı? Ya ki haftadaki 7 günün hemmisinde 1 saatten çalışsınız mı? Buludu. Bazı nişanlarını hizmet vaxtida, bazı nişanlarga hizmet vaxtida yetkili buludu. Bazılarını balalar öyge yığıldığan şembe günü de işqa aşırış mümkün. Haftalık planlarını, günlük planlarının yaxşı değişiminin sebebini hem de düşüngensiz. Öz rolünüzü muayyenleştirip hem de nişan tüzüp bolgandan keyin siz her bir iş üçün hafta içideki ma'lum bir muvafık vaqtni ajratsangiz boludu. Yoki uni muhim bir faaliyet ve yoki bir alayda uçurushish qatoriga qo'yib bejirsangizmi? O'zingizning yillik ve aylık kalendar planingizni kuzatib, oldin ala belgilab qo'ygan uçurishning bar yo'qligiga, uçurishning muhim yoki emas qarab uğurlaştırırsanız mı? Boludu. Eğer uçuruşunu mühim bilsiniz, ondaqda onunğa konkret vaqt bekirsiniz. Eğer sizce onca vela ehmiyeti bolmasa, ondaqda onu emelden kaldırırsınız mı? Boludu. Qadirli qarindoshlar, men deb qo'ydigan bir mühim bir narsa var. Ajanda deydigan bir narsa var. Türkiye'de ajanda deb qo'ydi. Yani her yılı mesela 2019 yıllık ajandamda benimki yazıp koyma 3. ayının 8. günü mesela benimki 3. oğlum doğuldu. Onunki doğulgan günü yoki olmasa başka bir narsa deganga o'xshash. 1. ayınınki mana 3. günü manda ish qilmoqchi debchi oldindan planlab yazıp qo'ydigan ajandasi var. Türklerning ko'pinchisi qilishi mumkin buning uchun, lekin Yaponlar mana 25 yil burun Yaponcha o'rgangan vaqtimda techo deb qo'ydi buni. T showdagi qo'ldagi T, cho degani showjang oldida bir narsa bor. Techo deb qo'ydi. Ashuningga kundulik bir narsalarni yoki muhim ishlarni yezib mangdi bularchi.
25 yıllık burunki ahvalı. Şu çağda mı elektronluk aşındak teçiyorlar. Ayna bir narsa hatırlayacağın ajanda işteptiri, yoki olmasa kalendar defteri endi bağlanan elektronluk çıkan vaqt. Keyin Xitoylarni chiqadi. Mana hozir kelgan vaqtida kompyuterimizdan tortib hamma narsada bor. Kalendar buniki umumiy nomi. Har bir ishni shu kalendar bo'yicha to'g'rilab mangdi elektronluk yoki bo'lmasa o'zining ajandasiga qo'lda yozilgan dafteriga yozib oladi, shu o'rinlashtirdi. Onun da gündelik iş var, haftalık işler var. Ben 4,5 yıl bir şirkette işledim. Şu şirkette belki 3 yıl bir burader bilen işlegen buluşum mümkün. Günhan Turan degen burader. Bu kardeşimden şu ajandası vardı. Zaten düştün keyin qilgan işlemi, yoki bo'lmasa erta o'gin qilgan, yoki bir oy keyingi ishlarni, masalan, fuarga bormoqchi bo'lsa, ko'rgazmaga bekitildi-ku. Ya 20 yıl 6 ay burun bekitildi adetli ko'rgazmaning ishlari. Ay dafteriga 6 ayning 18 gün Dubayda bir ko'rgazma bor. Ashunga tayyorlik qilamiz deydi. Ashu bo'yicha bundan burun shu tashviqdan foydalanish uchun davlatdan shu fuarga qatilsa, undan foydalanish uchun yoki tashviq qilish uchun mana varaqlarni resmiyetlerini ötüşünüz gerek. Ma vakitten burun, bunu biz ivetip burun degandek narsalar. Aşıdan hammasini yozib oladi. Bana buyuruydu. Menden yaşı 10 yaş küçük bana. Lekin men qilina aşı ishlarni uchun. O birodar aşından bo'lg'achqa bana mudir bo'laoladi. Mening şefim bo'laoladi. Mudir emasdi, şefti. Shunlashqa shunda ish hamdi. Agar biz shunda vaqtni, ishni o'rinlashtirishni biladisak, İnşallah işimizdeki ünümünü yukarı götürebiliriz. Demek cidden, şunu biraz kıstırıp koydum. Yapınlar bu ciheti birinci numurada. Ama lakin ben kitapta değilgen ahvalla, Amerika'nınki oylaş, Amerikalıkların oylaş nemesi bilen yapılarındaki biraz fark vardı. Hem de Amerikalıklar biraz azadilik, ken kuşadılıkını, huzur halavetini biraz üzgü teşvik kıldı. Yapıllıkla aşı vaktin işide sıkıştırıp ne kılıyoruz? Vakt degenin suyunu sıkıp içidemdi. Şu minde derecede aldıraş ütüden bu kepler. Şunu demekçi, sürat urullaştırış. Gepten gep çıkıp bariye gitip kaldı bu gepler. Hem de 2.5. cədvəldəki həftəlik plandakı 19 mühim nişanның köpüncüsü 2. türdəki işlağı təvə. Ularning vaqt o'rinlashtirilishi və konkret biçirilish layihəsini inchki kuzatın. Ondan başqa cədvəldəki özlüksüz yangilash ramkasiga diqqat qiling. Debdi, özlüksüz yangilash ramkasi bu cədvəldə ama keynidəki 2-5 deptu kadarlı kırındaşlar aşağıda boğuz gerek. Bunu 2-5 cedvel. Bu cedvelini şu nemeden küreleysler benimki burunak ivetken, şu deristen burun ivetken yazmada, deristen ilanı da bu cedvelde bah. Yaki kitaptım kürvasanlar buluda kadarlı kırındaşlar. Hem şu 19 işine uğurlaştırdıgan cedveldeki tizmal dikenimiz canım dostlarım. Bir haftalık plan tüzatımız hazır. İkinci türdeki işlere tabi. Ularning vaqt uğurlaştırılışı ve konkret beceriş layihəsinin inçki küzütün onundan başka cedveldeki özlüksüz yangilash ramkasiga diqqat qiling. Astıqa qarasanlar özlüksüz yangilanish degan bir yer barkan aşağıya yazdı ekanmiz. Bu yerde misal qildiganlarning hammasi qandak qilganda 4 asosiy qatlam asosida o'zimizni tuzatkili, to'liqligini va ishlarni hal qilgili bo'ladi degan masala bo'lib, bu haqda 7. odatga borganda texmo tafsili to'xtalamiz. Gerçi 19 mühim nişanning her biriga qarata konkret vaqt o'rinlashtirilgan bo'lsa-mu, kun tartib jadvalining o'ng tarafidagi oq qatakchilar kun tartib jadvalining o'ng tarafidagi oq qatakchilar sizning yana boshqa ishlaringizni o'rinlashtirishingizga qoldirilgan. Tamam.
benim yerdikini demekçi kadarlı kıyırındaşlar. Mayada qaraydigan bolsak, ak katakçı var, yan tarafta. Şunu demekçi. Siz işlerini planlap olgan bolsunuz mu? Aşağıda yine boş yerine kuyup koşudukmuş sebep mişegimi iş uğurlaştırın demekçi kim. İkinci, yani gün tertip cedvelinin 10 tarafındaki ak katakçıda sizden yine başka işleriniz uğurlaştırışınıza kaldırılgan. Bu heptini birlik, ikinci türdeki işlerini merkez kılgan gün tertip cedveli sizden mühim işini başta kılışınızga yardım biripli kalmay, yani tuluksuz yüz bergen işlerini canlılık, erkin bitirip kılışınızga. Zulüm tepilganda yani uçuruşuş vaktinizi özgertip, sizden bazı insani berişkelişler arkalık şart kuran yaşınızga imkan verirdi. Heptilik mühim işlerinizden layıkıda uğurlaştırıldığınızdan könlünüz mu suyunup kalıdı. Endi kündülük tengshash. Bu ikinci türdeki işlerini merkez kılgan heptilik plandan paydalangan vaqtingizda aslidagi planni ba'zida kunda tengshab o'zgartib turmuş bo'lmaydiganligini bildirdi. Ya'ni tuyuqsiz yuz bergan ishlar, kishilik munosabatdagi tasodifiy o'zgarishlar yoki yangi fursat qatorliqlar sababidan kundalik planga qarata muvofiq tengshash elib berish zarur bo'lib qoladi. Siz her gün atiganda tevrenmez manevi muvazanat bilen özünüzün günlük urullaştırışınızga köz yürütgününüzde hizmet ve turmuşka alakadar rol ve nişanınıza karıta anlıqaçan tertip turguzup bolgununuzni his qilasiz. Bu olmayanın fonksiyası asası da ro'yobga chiqqan kun tertipning urullaştırılışı nahayet canlıq bolup öz burchimizga bo'lgan tonuş üstüge kurulgan. Üçüncü evlat vaqt başquruş usulidagi o'xshash A, B, C yoki bir ishki uchlar orqali kundalik ishlaringizni rakka turg'izib olsangiz bo'ladi. Haftalik plan ramkasida bundaq muhimlik darajasiga qarab rakka tizish usuli kundalik ishlarni o'rinlashtirishimizda xeli asqatadi. Navada bu işlerle rakka turg'izishdan ilgili konkret iş bilen kişilik buruch o'ttirisidagi munosabatni qilmoqchi bo'lgan ishlaringizning kişilik hayotdagi har qaysi sohalar bilan bo'lgan tengpunkligini aydınlaştıra olmasangiz, o halda muhimlik tertibi hech qanday ahamiyati yo'q, quruq narsaga aylanib qoladi. Yuqorqi misollar orqali bu usulning afzallik tarafini his qila oldingizmikin? Öz təsiratımğa, şundaqla başqalarının təsiratıga asaslanganda bu usul haqiqatan önümlüktür, debdi. Mesela, neye qaraydigan bolsak, qadarli qarindoshlar, yani şəxsning kurash nishoni, ondan mas'uliyat, ondan konkret vazifa. Bu uzoq muddatlik nishonni planlash qarta deyilgan sxema ekan, berilgan. Onunki 7.5 resim haftalık planlash. Mas'uliyatni tushungandan keyin vazifa, undan keyin plan. Vaqt jadvali, vaqt taqsimlash. Mushu bo'yicha ishni qilish usulini ko'rsatibdi bu yerda jinim do'stlar. Əməliyyatdan ötküzüş. Üçüncü xil icra qilish hammadan muhim. Bu xuddi programlar layihalagan programmani kompyuter bir-birlab ijro qilganga o'xshaydi. Boshqalarning irodasiga ergishib, ularning nazaridagi muhim ishlarni o'rindab yurish yoki muhim puchak ishlarni ayrimasdanla shapashlab yurib, xushluq ma'ni tepish mumkinmi? Prinsip asosida loyilab chiqqan programmangizni ijro qilishga mayli qanchalik kuch, badal to'lang, qaytmang. Samimiyat asosida mahorat va iroda yetildiring. Muhim gapga qayta o'qiylik, qadrli qarindoshlar.
başqalarning irodasiga ergishib, ularning nazaridagi muhim ishlarni o'rindab yurish yoki muhim puchak ishlarni ayrimasdan shapashlab yurib, xo'shlik yoki ma'no tepish mumkinmi? Prinsip asosida loyihalab chiqqan programmangizni ijro qilishga mayli qanchalik kuch, badal to'lang, qaytmang, samimiyat asosida mahorat va iroda yetildiring. Bu narsa bek muhim qadrli qarindoshlar. Agar biz o'zimizning nishoni bo'lmasa, g'oyasi bo'lmasa, o'zimizning bir tushuncha fikri bo'lmasa, o'zimizning aqliga tayinib bir ish qilmasak, doim boshqalar bizning bunimizdan yetilib mangadigan holatga kelib qolamiz. Shunlashqa hamma ishda oldi bilan prinsip muhim deyapti. Prinsipni markaz qil deyapti. Bugun muhim nuqtalar bo'lg'achqa shuni men dersni qo'shib, yine miyada sizdan birga o'qiyapman, jinim do'stlarim. Albatta, osmonga bo'ron chopqin, insonga balo qazo har dam hamroh. Zo'ri tepilganda kun tartibini muvofiq tangsak tamoman bo'ladi. Prinsip qila tayinlikanmiz, har qanday tangshash, o'zgartishdan ansirashning o'rni yo'q. Unumli odamga emas, ishga kelganda ta'kidlaymiz. İnsonga yuzlanganda izlaydiganimiz uning harakat amalining unumli yoki emasligidir. Ota-ona bo'libmi, ana ko'p qism vaqtini bolaga sarf qilib, hech ishni vujudga chiqara olmadim deb ma'yuslanadi. Albatta bu tuyg'u ularning qalbidagi orzu istakdan shohlangan. Vaholanki, ulardagi orzu istak hargiz o'zining ichki qimmati emas, qandaqdir jamiyatdagi kimlarningdir e'tirofini o'lcham qilib olgan. Mundaq tashqi qimmat o'lchimini asos qilgan o'kinish tuyg'usini dab'i qilishda ikkinchi odat nishonliq ish boshlashga murojaat qilmay bo'lmaydi. To'rtinchi avlod o'zini boshqarish nazariyasining aloyligi insonning ishdan muhimligini e'tirof qilishdir. İnsanın ishdan muhimligini e'tirof qilishdir. Uning barliq mavjudot ichida oldi bilan ko'ngli bo'lindigini yanada odamning o'zidir. Uning 3-avlod nazariyaga solishtirgandagi afzalligi prinsipning markaz, ang idrokni yetakchi ideya qiladi, kishilarning hayotda oladigan turli rollarini tangpung taraqqiy qildiradi hamda kundilik turmushni umumyuzlik planlaydi. 4-avlod vaqt boshqarish usulining afzalligi to'xtalamiz qadrli qarindoshlar. Biz hozir qilayotganimiz tadbiriyat sindarisining 76-sida unumdor kishilarning 7 odati Amerikalik Stephen Covey'ning The 7 Habits of Highly Effective People degan kitobningki Uyg'urcha tarjimasi jinim do'stlar. Yani bununki Türkçesinde 7 alışkanlık deb izleseniz çıkıdı. 4-avlod vaqt boshqarish usulining afzalligi. Kishilar turmushning qatmal, jonsiz, ma'nisizlashib qilishini xohlamaganlikdan 3-avlod vaqt boshqarish usulini qo'llanishni xohlamaydi. Çünkü o tuzilgan kun tartibga jahillik bilan esini bilib, hayotga sal qarashga asla bo'lmaydigan prinsipga, ya'ni insonning jami mavjudotdan afzalligini uncha bo'la e'tiborga ilib ketmaydi. 4-avlod vaqt boshqarish usuli prinsipga to'liq ahamiyat beradi, ilm masalasida odamni ta'kidlaydi, vaqtni ikkinchi turdagi ishlarga sarf qilishga undaydi, turmushni prinsip asosida tonishni, nishon va qimmat qarashni aniq oydinlashtirishni hamda uni har qanday ish, har qanday qarorga yetakchi qilishni tavsiya qiladi. 4-avlod vaqt boshqarish usuli prinsipga to'liq ahamiyat beradi, ilm masalasida odamni ta'kidlaydi, vaqtni ikkinchi turdagi ish qaysidi? Muhim emasning yanada aslidagisi jiddiy emas.
bununki ciddi ama mühim emas işler, ikinci türdeki işler kadarlı qarindoshlar. Yani ikinci türdeki işlerge sarf qilishga undaydi. Turmushni prinsip asosida tunishni, nishon va qimmat qarashni aniq oydinlashtirishni hamda uni har qanday ish qarorga yetakchi qilishni tavsiya qiladi. 4-avlod o'z-o'zini idora qilish usuli oldingi 3-siga solishtirganda tuvandagidek 5 tarafdan afzallikka ega. Birinchidan, bu prinsipni asos qilib haqiqiy yadroliq andiza shakllantiriladi. Sizni texnika keng doira ichida vaqtingizni taqsimlab, sizga nimaning haqiqiy muhim va ahamiyatli ekanligini his qildiradi. Ikkinchidan, sizga o'z vujudingizdagi ong, qarashning yetakchiligini qabul qildiradi-da, turmushingizni texnika yaxshi o'rinlashtiradi. Hamda uni o'z qimmat qarashingiz asosida eng yuqori chekda moslashtiradi. Sizni texnika erkin, yo'lliq planlagan ba'zi ishlarini qurbon qilib atgandimi, urib yurmasdan o'z qimmat qarashiga rioyishlik bilan itoat qila oladigan temkin odamga aylantiradi. Üçüncüden, o sizning kishilik burchingizni, qimmat qarashingizni va uzoq mezgillik nishoningizni muqimlashtiradi. Har bir kuningiz aniq nishon va yo'nalishda davom qiladi. Dördüncüden, o kişilik hayattaki rolünüzü aydınlaştırışınızga, turmuşunuzun her qaysi taraflarına mas tenşep menişinizga yardım berdi. Bu arqılık heptilik, halkılık rolünüzün nişanını hem de konkret hareket layısını tüzüp çıqalaysız. Beşinçiden, bu usulda heptini birlik qilib turmuşunuzni planlayalaysız. Zürü tepilganda kündülük uğurlaştırışlarga qarata muvafiq tengshash elib baralaysiz. Bu nazar doirangizni kengaytib, sizni kunlik vaqtning cheklamasiga tushib qolishdan saqlaydi. Onundan boshqa, siz yana bu xil usulning yordamida o'z rolingizni har vaqt sagaklik bilan tekshirib tura olasiz. Qalbingizdagi qimmat qarashingizni har vaqt eslab tura olasiz. Kişilik münasebet ve önümünü birinci o'ringa qo'yish, vaqtni ikkinchi o'ringa qo'yishdan iborat bir yip bu 5 mazmunni bir-biriga ching bog'lab turadi. Qaysi yip? Kişilik münasebet önümünü birinci o'ringa qo'yish, vaqtni ikkinchi o'ringa qo'yishdan iborat bir yip bu 5 mazmunni bir-biriga ching bog'lab turadi. Nəhayət yaxşı bir vaqt başqurish usulü ekan. Bu 4-cü avlod vaqt başqurish usulü. Bəlkə afzal ekan. Həqiqətən bir oxub çıxışqa tegishli kitab ekan, qadirli qarindoshlar. Hamda biz bu önümdar kişilərinin 7 adəti degan kitobda 75-ci dərsimizdə 3-cü adet bo'lgan muhim ishni boshqa qilish degan darsning davomi 76-cı dars. Bunun yeni bir mazmun yuqori unumning siri huquq berish. Huquq berish ish unumini yuqori ko'tarishdagi maxfiyatlikning biri. Valanki ko'pincha odam huquqni ching changallab yetib oladi. Hammaga o'zim qo'l tiqsam, texmi ishonchlik deb qaraydi. Amaliyotda vazifani kasbda pishqan boshqa malakalik ishchilarga taqsimlab berganda unumlik, ahamiyatli ishlarga texmi ko'p vaqt chiqarish mumkin. Shunga huquq berish taraqqiy qilishdan yakka odamning emas, balki butun kollektivning taraqqiy qilishidan darak beradi. Dağlık karxanachi fanni ömrüdeki en aqilona tedbirini
huquqni boshqalarga taqsimlab berish deb xulosalaydi. Yani dağlık bir şirketçi, korxonachi mundaq debdi. Penni ömrüdeki en aqilona tedbirini huquqni boshqalarga taqsimlab berish deb xulosalaydi. Adamning ismi Penni ekan. O cho'ng sodini o'zi yolg'iz kontrol qilolmaydiganligini his qilganda aqilonlik bilan huquqni boshqalarga taqsimlab bergan, natijada o'zimi, do'konimi g'oyat zo'r taraqqiy qilgan. Bunini shuni ko'rib olishga bo'ladiki, huquq berish kollektivning muvaffaqiyati bilan zich bog'lanishliq. Bu haqda 6-bobda texmo cho'nqur muhokama olib boramiz. Biz bu yerda faqat huquq berish bilan o'zini idora qilish mahoratining munosabati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Huquq berish hamma ishqa o'zi qo'l tiqish bilan boshqarish o'ttirisidagi fasil. Hamma ishqa chatkeriguchilar boshqalar qilgan ishga ishonmaydi. Bolalarga ishonmay qozon qumishini o'zi yuydigan ota-onalar hammani o'zimni loyilayman deb injener xatni o'zi uradigan katiblardan boşu cümledinlerdir. Yani huquq berish hamma ishga o'zi qo'l tiqish bilan boshqarish o'ttirisidagi fasil. Hamma ishga chat kirguvchilar boshqalar qilgan ishga ishonmaydi. Bolalarga ishonmay qazon qilmishni o'zi yuydigan ota-onalar hammani o'zimni loyilayman deydigan injener, xatni o'zi uradigan katiblar dal mushu jumladinlardir. Deb o'tadi qadarli qarindoshlar. Valanki boshqaruvchi degan tuzum tuzudi ve başkalarının gücü orqali ishni tugitadi. Masalan, bolalarga qochqishni o'ylashtirib berib yurg'izadigan ota-onalar bir top loyihaga yetakchilik qiladigan injener. Boshqa katib va ma'murlarni nazorat qiladigan ijroiya katiblar buning jumlasidandir. Hamma ishga changal solg'uvchilarni bir soatda bir ulush natija yarata oladi deb faraz qilsak, bu unumlik boshqaruvchilar huquq berish usuli orqali bir soatda 10 hassa, 50 soatda 1 soatda 10 hassa, 50 hassa, hatta 100 hassa unumga erisha oladi. Huquq berishni buyruq shaklidagi huquq berish ve mas'uliyat shaklidagi huquq berish deb ikki turga ayirish mumkin. Meni qaraydigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, mesela 8-5 resimde önüm tarazininki muvozanatqa önüm yuqorini ko'rsatib turibdi, selimma, ya'ni ishlab chiqaruvchi pastni ko'rsatib turibdi. Bu shunday bo'lganda tangpong bo'ladi debdi ikkala taraf. Ammo bu ostidagi qaraydigan bo'lsak, önüm nayt yuqori, shundoq cho'ng, selimma boshqaruvchi qandoq nayt az. Ammo ostiga qaraydigan bo'lsak, ustidagisining ichida bir tanlam nima bor? O'tirdagi fasil. Ma ostida ikki tane, ya'ni huquqni tangshigandan keyin shuning bilan unumi yuqori ko'tarilgan ahvolni ko'rib yetdik, qadrli qarindoshlar. Shunga eng unumli usul huquq berish da'vatidir. Endi buyruq shaklidagi huquq berish. Buyruq shaklidagi huquq berish boshqalarni sen buni qil, sen uni qil, tugaganda menga doklab qil degandek o'rinlashtirish shaklidagi huquq berishdir. Ko'p qism ishlab chiqaruvchilar bu xil buyruq shaklidagi huquq berish andisidan foydalanadi. O'rmonlikda daraxt kesayotgan hiliqi odamlar, yelimi esingizdami? Ular tipik ishlab chiqaruvchilardir. Ular yig'ishmaylab kuchab ishlaydi. Ularni nazoratchi saylab qo'ygan taqdirdami, ular yanada aslidagi tafakkur usuli bo'yicha hamma ishni o'zi qo'l tiqib ishlaydi. Ular berilgan huquqni qandoq taqsimlashni,
boshqalarni mas'ul qilish orqali belgilangan vazifani o'rindashni bilmaydi. Chunki ularning ahamiyat beradigan usul. Shunda qilib eng oxirgi natijaga yanala o'zlari mas'ul bo'ladi. Bir qatim biz aile bo'yicha suv teyilishga chiqdik. Suvda teyilishga moyil o'g'lim meni kema haydashga, anasini o'zining teyilayotgandagi ko'rinishlarini suratga olishga mas'ul qilib qo'ydi. Boshda ayolimga ko'rinishni ehtiyot bilan tanlashni qayta topaladim. Chunki negativ ko'p emas edi. Keyin bayqadimki o aparatni tuzuk ishlatolmaydi ekan. Onunğa kun nuri kemaning oldi tarafiga tushganga qadar saqlashni hamda o'g'limizning harakati eng chiroyli chiqqanda andin aparatning ratvorini besishni qayta topaladim. Negativni yetmay qolamdiki, ayolimni tuzuk tortmasmiki deb ensirgan siri onun surat tartishga chidab tura olmadim. Oxiri pozitsiyamni o'zgartib, resim tortishning toza payti kelganda bas deb tovlashga boshladim. Bu dal tipik buyruq tushirish shaklidagi huquq berish bo'lib, har bir halqida tafsiliy ko'rsatma berishga to'g'ri keladi. Nurg'un kishi mushunda qilishga muhtoj. Lekin bundaq ishlangan xizmatning natijasi qanday bo'lmoqchi? Navada cho'ng kichik ishning hammasi bir odamning zimmasiga yuklanib qolsa, buning huddusidan kimmi chiqarsin? Yana bir xil usul buningdan yaxshiroq. Unumi buningdan yuqori. Bu usul boshqalarning o'zligi, tasavvuri, ang idroki shundaqlar mustaqilligiga to'liq hurmat qiladigan haqiqiy ma'nodagi huquq berishdir. Hozir shu usulni o'rganamiz. Mas'uliyat shaklidagi huquq berish. Bayotinkisi buyruq shaklidagi huquq berishdir. Qadrli qarindoshlar. Endi bu mas'uliyat shaklidagi huquq berishda mazmun xili tafsili ekan, jinim do'stlarim, vaqtimizni qarab baqaylik. Tamam, inshaalloh buni bitkizimiz. Sizlar bilan birlikda bunday kitap o'qish, birlikda o'rganish nihoyatda muhim, qadrli qarindoshlar. Hammamiz bir o'rtaq bir kitobdan foydalanib, balkim har xil unumlarga erishishimiz mumkin. İnşallah dualarında yad etinglar. Mas'uliyat shaklidagi huquq berish. Mas'uliyat shaklidagi huquq berishning ko'ngil bo'ladigan eng oxirgi natija. O kishilarga ish qilishning konkret usulini o'z ixtiyori bo'yicha tanlash imtiyozi beradi hamda oxirgi natijaga mas'ul bo'lishni talab qiladi. Dastlabda bu xil huquq berish shakli vaqt va kuchni sal isrof qilayotgandek qism o, lekin bu arziydigan bedeldir. Bu xil huquq berish shakli har ikki tarafdan tuvandagi 5 jihatda o'rtaq turmush hosil qilish hamda mas'ul bo'lishni talab qiladi. Natijani mo'ljallash. İki taraf erishmoqchi bo'lgan eng oxirgi natijani aniq ham to'liq tushunishi. Usulni emas, natijani markaz qilishi. Oxirgi natijaning tafsiloti, konkret kun tartibi, vaqt chek to'g'riliq qiyos, talab aniq bo'lishi kerak. Yetakchi ideya muvofiq baholash o'lchami bekitilishi hamda buyruq shaklidagi huquq berishdan saqlanish kerak. Lekin chuqur ma'lum darajada tizginlash xarakterlik belgilama bo'lishi kerak. İşten ilgili qarshi tarafga yuz berish ehtimolligi bo'lgan qiyinchilik va to'solg'ularni eskartib, ularning tamtaraf qilishining oldini olish, ammo ularga nima qilish kerakligini belgilab bermaslik kerak. Yetakchi prinsip belgilab berib, qolgan ishni ularning ixtiyoriga qo'yib bersak bo'laveradi. Foydalanish manbasi, ularga qaysi odam, mablag', texnika
yoki tashkilotlarning rolidan foydalansa bo'ladiganligini deb berish kerak. Mas'uliyat tabialigi. Xizmat natijasini baholashga aniq o'lcham bekitish ham shu o'lcham asosida oxirgi natijani baholash kerak. Konkret vaqt jadvali tuzilishi, xizmat natijasini doklad qiladiganligi va qachon tekshirib baholanadiganligi aniq eskartilishi lozim. Mukofot jazo aniq bo'lish. Baholashdan chiqadigan yaxshi yomon oqibatlar to'liq eskartilishi kerak. Buningga moddiy, ma'naviy mukofot, vazifa tangshash hamda bu xizmatning mazkur kollektiv yoki tashkilotga bo'lgan ta'siri qatorliqlar aniq eskartilishi lozim. Ya'ni mukofot va jazo aniq bo'lish deganda baholashdan chiqadigan yaxshi yomon oqibatlar to'liq eskartilishi kerak. Onunga moddiy ma'naviy mukofot, vazifa tangshash hamda bu xizmatning mazkur kollektiv yoki tashkilotga bo'lgan ta'sir qatorliqlar aniq eskartilishi kerak. Buni yanada oilamni misol qilib tushuntiray. Bir yili biz oila yig'ini ochdik. O'rtaq oila nishoni hamda xizmat taqsimotini muzokara qildik. Balalar kichik bo'lg'achqa ayolim bilan ikkimiz ishning jiqroqini ustimizga oldik. Bu chaqda 7 yoshga kirib, hali ish yuqqan Steven o'zi xohlab o'yliga qaramoqchi bo'ldi. Shuning bilan men uningga yaxshi bog'bon bo'lishning yo'llarini o'rgatishga kirishdim. Onunga qo'shnimizning ho'ylisini ko'rsatib, ho'ylimiz mushuningdek bo'lsa deyman. Sirnimaysan, ammo ho'ylini yeshilliqqa purka. Sug'urishga to'g'ri kelsa, chilak, turba, chaynak hamma nimadan foydalan dedim. Va uningga oson bo'lsin uchun ikkimiz ho'ylining yerimini ratlab chiqdik. Bu ish uningga xeli cho'nqir ta'sir qildi. 2 haftalik sinab ko'rish orqali Steven oxir bu vazifani topshirib oldi. Hamma ishqa o mas'ul bo'ladigan, faqat vaqtim chiqqanda uningga yordamlashadigan bo'lib kelishdik. Uningdan boshqa o har haftada 2 qatim meni boshlab o'yinini tekshiradigan, natijasini tushuntiradigan hamda o'z natijasiga o'zi baho beradigan bo'ldi. Ayni vaqtda biz parcha xarajat masalasi ustida hech nima deyishmagan edik. Lekin men pul xarjlashga rozi edim. 7 yoshlik o'g'limda mas'uliyat tuyg'usi shakllangan, bu ishni zimmasiga og'udek bo'lgan edi. Buningdan memnun edim. Biz bu ishlarni shanba kuni qaror qildik. Ammo aradan 3 kun o'tsimi, o hech ish qilgandek emas. Yakshanba, dushanbalarmi shu tarz o'tib ketdi. Seshanbaga kelganda chidab tura olmadim. Ishdan tushib qaytib kelsam, ho'yla qalaymaqan. Hamma yer axlatga to'lib ketibdi. Steven ko'chaning u qatidagi bog'chada qiyg'itib, sakrab yuratdi. Men umidsizlandim. Ot chiqimda uni chaqirib, ho'ylini ratlashini o'yladim. Ammo bunda qilsam darhol unumini ko'rganda qilgan bilan uning mas'uliyatdan o'zini qechishiga bahona tepilatdi. Elib qechishiga uning mas'uliyatdan o'zini elib qechishiga bahona tepilatdi. O'zimni aran tutib oldim. Kechki tomoqda uningga necha kun avval kelishganimiz bo'yicha meni ho'ylaga boshlab chiq, xizmat natijasini ko'rib baqayli dedim. O ishdan chiqibla beshini akkinicha xitildab yig'ini boshladi. Dada, bu bak tas ekan. Tas? Sen taxi hech ish qilmading-ku. Mayli seni tushunaman, bu ish tas emas. Eng tas keladiğini o'zingni qo'zg'atish deb o'yladim ichimda va uningdan. Yordamim kerakmi? deb so'radim. Yordam berishni xohlamsan, dada? Men sana nima deb va'da qilgan? Bosh vaqtda yordamlashaman degan. Hozir mening bosh vaqtim bor. O yugurgunicha uyga kirib, 2 cho'ng xalta elib chiqib, birini menga uzatdi. Hamda bir döve axlatni ko'rsatib, onu terishib bering dedi. Men xushallik bilan uningga ergashdim.
Çünkü o mesuliyetini üstüge elişqa başlagan idi. Ben huşallık bilen onunla ergeçtim. Çünkü o mesuliyetini üstüge elişqa başlagan idi. Şu yılı yazlık tatilde onunla yani 2-3 qatimdek yardımlaştım. Keyin o öz işini müstakil ada kılalaydıgan, hemmini astoydil bijirdigan boldu. Hatta aka ağaçları qağaz parçası taşlısımı şu haman tenbih berdigan boldu. Şunda qılıp o hoylini mendimo yaxşı başqurdigan bulup ketdi. İşenç adamni algı bastırdigan hareketlendirgüçü güç. Çünkü işenç kişilerinin en yaxşı taraflarını gevdilendirdi. Lekin bu belgilik vakit ve taqatga muhtaç. Bazılarını işençke maslaştırış üçün zörür terbiyeleşlerini elip berişke toğru kelişimi mümkün. Şununla qat'i işini ki usul muvafiq bolsala mesuliyet tipideki hukuk beriş her iki tarafni zor menfaatga ega qiladi. Texmi muhimi hukukni taqsimlagüchi az vaqtda nurg'un ishni bajaralaydi. Buni balalarga öy tozlatishga taqqoslayli. Mubada sizga bir eg'iz uyni tozalashga to'g'ri kelsa, bir damdala pokiz qilib o'talaysiz. Lekin meselenin halkılık yeri del hukukni balalarga berib, ishni shularga qildirish. Elbette bunun vakit jaryan kerak. Vakit ve zihninizni sarf qilib, balalarni tarbiyalashingizga to'g'ri keladi. Lekin ahirida bunda qilishning vakit zihn sarf qilishga haqiqatan arziydiganligini his qilasiz. Bu hukuk berişke ait yeni tefekkür şekli bulup, kişilik münasebetinin karakterini özgerterleydi. Çünkü hizmet taksimi kılıngan kişi, özünün hocaylığa hizmet taksimi kılıngan kişi, özünün hocaylığa ayrılır. Özünü anlık yetekleş arkasında öz vədisini, belgilengen nişanlı işe aşırış için tirişidir. Bu usul, yani hizmetçilerinin icatçılığını yukarı götürüp, prensip asası da barlık amillarını işe silip, nişanga yetişke ilham verir. Hukuk berişte çoğun prensip özgermeydi. Hukuk berişte çoğun prensip özgermeydi. Lekin adamga qarab berildigan hukukning cheki o'xshamaydi. Pishmagan kishilarga nisbatan nishonni bak yuqori belgilab bermaslik, ko'rsatma aniq bo'lishi, foydalanish kuchi to'liq ta'minlanishi, tekshirish, nazorat qilish, inchga mukofot jazomi aniq bevosita bo'lishi kerak. Pishqan kishilarga qiyinchilik darajasi yuqori vazifalarni taqsimlab, faqat negizlik ko'rsatma bilan cheklansakmi, baholash qitim sonini azaytib, baholash o'lchimini bir qadar abstraktroq bekitib etsekmi bo'ladi. Önümlük hukuk berish önümlük hukuk berish ehtimal önümlük boshqarishning eng yaxshi chorasi bo'lishi mumkin. Chunki mayli shaxs yoki kollektivlar uchun bo'lsin, bu ularning taraqqiyotini tezlatadigan eng asosli omildir. Qadrli qarindoshlar, o'rganayotganimiz Stephen Covey'ning Önümdar kişilerinin 7 adeti, The 7 Habits of Highly Effective People diyen kitap. 7 alışkanlık dep Türkçe izlesenler çıkıyordu. Türkçesini Uygurcasına seliştirip okuvasanlar mı? Bunu da kaderli qarindoshlar. Mühim işini merkez kılgan tefekkür şekli. Öz üzünü önümlük idare kılış, yoki hukuk beriş arkalık başkalarını muvaffakiyetlik idare kılıştaki mühim halka maharet, kural, yoki başka taşkı amillarda emas.
balki ikki qismda bo'lib, bu dal ikkinchi turdagi ishlarni markaz qilgan tafakkur shaklidan iboratdir. Bu xil tafakkur shakli sizni jiddiylik darajasi bo'yicha emas, muhimlik darajasi bo'yicha ishlarni kuzatishga elib boradi. Kitabımızda 4. avlod vaqt boshqarish usuli yuqori unumli kishilarning bir kuni temisida bir mashq qo'shimcha qilib berildi. Bu mashq orqali siz bu xil tafakkur shaklining savdo sohasidagi g'oyat zo'r ahamiyatini his qilib yetalaysiz. İkinci türlük ishlarni markaz qilgan tafakkur shakli turg'izilsa, turmushni o'rinlashtirish iqtidori yuqori ko'tarilib, muhim ishni boshqa qilg'ili, ahdiga amal qilg'ili, o'z ishlarini joyida qilg'ili bo'ladi. Kimlargadir yelinishning hech qanday hojati qolmaydi. Qiziqarligi, men o'ttirib qo'ygan ish unumi yuqori kishilarning 7 odatining hammasi degudek ikkinchi turdagi ishlarga tava faoliyatlar bo'lib, har bir odat turmushimizdagi eng asosli, eng muhim ishlarni bartaraf qilishga qaratilgan. Navada bu odatlarni kundalik turmushingizda reallashtirib olsangiz, shubhasizki turmushingizda g'oyat zo'r ro'y bergusi, o'zgarishlar ro'y bergusi. Qadrli qarindoshlar, endi foydali ko'rsatmalarga o'tamiz. Shu ish zodi nima ekan degan maqtada ikkinchi turlik ish. Ya'ni biz ishlarni aldidan vaqt boshqarish uchun, unumli vaqt boshqarish uchun ishlarni tartibga turlarga ayirib olamiz, undan keyin tartiblaymiz dedik. Tur bo'lgan chaqda muhim ve ciddi, muhim emas ve ciddi emas degan stollarni ochib ekanmiz. Aldı bilan bir qog'ozni elib, 2 tane, 3 tane sızık sizimiz. Ondan keyin onu o'ttirisini bo'lamiz. Ondan keyin ustini dağlan, hem bir tarafını yögvetimiz, üstünü astını. Şunu bilan bir yere 4 tane katak, çoğun kataktan 4 tane köz peyda oldu. Bu 4 gözün çöğrüsü de yine küçük közler var. Üstüge, doğrusuga, nemi dep yazımız? Muhim emas degan 2 türge bölümüz. Onun astını yine onu mu ciddi emas deyimiz. Bu yerdeki ikinci türlük iş, bu birinci kurdaki yani muhim lekin ciddi emas işler degan iş şu. Bu yana digine aşı ikinci türlük işlarga aşı işlerini yaxşı urunlaştırarsan iş ünümünü 80% yukarı götürerlerse devam tutar. Yani aldığını elişke ait tedbirler, münasebet ornutuş, yeni terakkat pürüstünü aydınlaştırış, plan tuzuş ve arameliş. Hemisi yaxşı işler. Şuna mı? Bu şunu yaxşı nime qilish kerak, urunlaştırış kerak, depto bu qadirlik yazgıcı. Hem de paydalı ko'rsatmalarga o'tamiz. Birinci, sel qarab tashlanib qolgan, biroq hayotingizga zo'r ta'sir ko'rsatadigan ikkinchi turdagi ishdan birini tepib chiqing. Shaxsiy turmushingizga oid ishlar bo'lsinmi yoki xizmatga oid ish bo'lsinmi bo'laveradi. Ikkinchi, vaqt matrisasidan birini sizib chiqib, vaqtingizni har bir turdagi ishga yüzlük nisbat bo'yicha taqsimlab chiqing. Ondan 15 minutni birlik qilib, o'zingizning har 3 kunlik faoliyatini xotirlab, o'zingizning plani bilan selishtirib, cho'ng farq bor yo'qligini kuzatib beqing. O'zingizning bu vaqt taqsimotidan rozimisiz? Sizningcha o'zgartishga tegishlik qandaq joylar bor? Masalan, menda bu taxtı var. Bu taxtını üstüge biz
bir siz bakıla kadarlı kıyırdaşlar. Belki sizler üzerine siz bakkan buluşunlar mümkün. Bu vakit matrisası. Yani mesela bir kağıt olsa bunu etip vakit matrisasını yani bu işlerini türlü bölüşünün ki usulünü bir meşgılayla birlikte yani bir tane kağıtda kolunuzga elin dedi. Kağıt akdoska kolumuzga aldık, kalemmo kolumuzda. Ondan keyin bunu törtkü bölümüz. Törtkü böldük. Ondan keyin üstüne yine tört tarafını iteyli. Üstüne yeni bir sızık tartıp oyaga ve yan tarafga, o'ng tarafga yeni bir sızık tartıp ma'qul holatga ekeldik. Ekelgandan keyin üstiga muhim deb yozamiz. Onun yanıga yine muhim emas deb yozamiz. O'ng tarafga ciddi, ondan keyin ciddi emas yazdık. Ciddi ve ciddi emas deb. Ondan keyin muhim, ciddi degan birinci katakçını birinci türlük iş deymiz. Muhim emas, ama ciddi bo'lgan ishlar ikkinchi türlük iş deymiz. Muhim ama ciddi emas. Bunu üçüncü türlük iş deymiz. Ondan keyin muhim emas, ciddi mi emas işlarni dördüncü türlük iş deb alımız kadirli kırındaşlar. Köydağlar akçan muhim emas, ciddi emas. Yani bizninki şu kitapның 7. adetinin en mühim nokta şu ikinci türlük işini orunlaştırış qaratilgan deydi. Yani 80% ünümünü yuqori ko'taradigan, 20% vaqt sarf qilib, 80% ish ünümünü yuqori ko'taradigan ishlarning hammasi ikinci türlük ishgan qadrli qarindoshlar. Kitapta texmi tafsili yozilgan, shu bo'yicha qilib ko'rsanglar bo'ladi. Yani birinci türlük işte kriz, ciddi meseleler, çeklik müddet içinde orunlaştırışlık vazife. İkinci türlük işte ciddi emas, mühim işler, aldın ilişkilik ait tedbirler, münasebet ornutuş, yeni terakkiyat prosesini aydınlaştırış, plan tuzuş ve arameliş. Üçüncü türlük mühim ama ciddi emas. Bu işler ziyaretçi mehman ve telefonlarını qabul qilish, xat cheklar, yig'inlar, ciddi hal qilish ishlar ommaviy faoliyatlar. Dördüncü türlük iş qaysi ekan? Uşak aldırış işler, xat cheklar, telefonlar, vaqt o'tkazish xarakterlik faoliyatlar, kishini xushal qiladigan faoliyatlar. Nafsimizga xo'sh keladigan faoliyatlar. Qadrli qarindoshlar, üçüncü, hukuk bilish şekli orqali boshqalarga qildirg'ili bo'ladi deb qaragan ishlaringizni bir parcha qog'ozga xotirlang. Ondan keyin mushu ishlarni qila oladigan nomzodlar yoki tarbiyalasak mushu ishning höddesidan chiqa oladi deb qaragan kishilarni tanlab chiqing. Qanday hukuk bilish yoki qanday tarbiyalash haqida mulohaza qilib ko'ring. Usulini o'rgandik bu aytim. Dördüncü, keyinki haftalık faaliyetingizni planlang. Aldı bilen özünüzün keyinki bir hafta işideki nişanınızını yazıp çıkın. Andın bunu özünüzün konkret hareket planınızı aylandırıp hafta ahırda
planınızın hayatlık nişanınız ve kıymet ölçümünüzge uygun boğan bolmağanlıqıga, kıymet qaraş ve nişanda çiң turalmağanlıqınızga qarap bakın. 5. Her haftada birden haftalık plan tüzün hem de konkret vakit qılmaqçı boğan işini iniq belgilen. 6. Növbette işletivatqan plan layığınızını 4. avlat vaqt başquruş layihasiga özgertin. Yoki mushundaq bir layihani tüzüp chiqing. 7. 4. avlat vaqt başquruş usuli yuqori unumli kishilarning bir kuni, ya'ni qo'shimcha 2'de ne o'qib chiqing va ikkinchi turdagi ishlarni markaz qilgan tafakkur usulining ta'sirini analiz qilib ko'ring. Qadrli qarindoshlar, mana qaraydigan bo'lsak, kitobga haftalik o'rinlashtirish, onun yanında yine başka o'rinlashtirishlar degandek o'shundaq nimalarni jadvallarni sizib, ashyalarni to'ldirib, ash 19 turlik ishimizni o'rinlashtirib chiqishimiz kerak ekan. Ma oxir tarafdami seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba deb nimalarni haftalarga bo'libdi. Qadrli qarindoshlar, undan keyin uchrashish vazifa deganlarni nima qilibdi? Mayadikisi, en asılikisi kes saat 7 tiyatrxana yüylanning müzik keçilik edipti. Ama şunun oxşaş nəslərini mən resimini çıqırıb qoydum. Bu şu dərsini qilishdan burunqi yerga yazmağa aşağıdan körüb alsanglar buludu təfsilatını. Ya olmasa İngilizce, Türkçe, ya Xanzurca, Xitayca, başqa Yaponca bulamdı. Çıxılıb aş kitabını tepib texmi yaxşı bunu konkret əminləşdirib körsək, inşallah bizninki ünümdar kişilərinin 7 adetidir boğan 3. adet mühim işini başlı qıl degen adetini itildigen buladı ekanmiz canım dostlar. Şunda qılıb 2. bölüm tügüdü. 3. bölüm kollektiv dairesidagi muvaffaqiyat mustaqillikdan hemkarlıkça. Yani hazırgacha öğrengenlerimiz hemmisi özümüzün karakterini, özümüzün adetini yetildiriş boğan bolsa, manından keyin mustaqillikdan hemkarlık qarab ötüdigan bir yerga keldik emmiz. Qadrli qarindoshlar, anda bolsa bugungi tadbirga isim darsining 76-sida mushu mazmunlarni birlikda o'rganib o'tdik. Asosiy mazmunlar nima bo'ldi degan vaqtimizda bir qator takrorlab o'tay, qadrli qarindoshlar. Ya'ni o'zini idora qilishning 4 bosqichini o'rgandik. Undan keyin amaliyotdan o'tkazish, 4-avlat vaqt boshqarish usulining afzalligi, yuqori unumning siri huquq berish, mas'uliyat shaklidagi huquq berish, muhim ishni markaz qilgan tafakkur shakli, ondan keyin foydali ko'rsatmalar hozir o'qidik, qadrli qarindoshlar. Nəhayət ko'p jadvallar bor, vaqt jadvallari, ish o'rinlashtirish planlari, shularni qilishimiz shartkan, amini qilmasak bo'lmaydigan bir ders ekan, qadrli qarindoshlar. Hammamiz shuni o'rinlashga vaqtlik planlarimizni, haftalik planlarimizni, mangulik planlarimizni planlab chiqishimizga, g'oyamizni amalga oshirib, inshaalloh har ikki dunyolik baxt, saodatni qo'lga keltirishimizga tirishayli. Allah'ın özgü amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu canım dostlar.